Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz Hopsovulda Hangug'un 1A kitobining 4-mavzusi, ya'ni Odiyi Isoyo qayerda bor degan mavzu ekan. Yana bir bor eslatib o'taman. Ushbu mavzuni ko'rishdan oldin albatta ushbu mavzuga bog'liq bo'lgan so'zlarni yodlab qo'yishingizni so'rab qolaman. Xo'p, birinchisi 110-betda ohi, ya'ni lug'atlarni mustahkamlab olamiz. Ya'ni aytyaptiki, Changso irimil kirimguva yongyuraseyo, ya'ni joylarning ismini rasm bilan bog'lang deyapti. Xo'p, misol uchun mana birinchisi Pyongyangga bog'langan. Xo'p, yana bir bor mana Myeongshil. Myeongshil nima? Albatta Sartaroshxonani bog'laymiz mana bu holatda. Xo'p, misol uchun Konghang aeroport qayerda? Bog'laymiz aeroportga. Mana shu holatda bog'lab chiqishimiz kerak bo'ladi. Va ikkinchisi ham bor. Buni mashqda Pinkane almajan tano rilseyo, ya'ni bo'sh joyga mos keladigan tano so'zlarni yozing deyapti. Misol uchun mana bu yerda berilgan twi orqasi degani. Hop, oldi bo'lsa nima bo'ladi? Albatta upni oldiga yozamiz. Xuddi shu holatda tepadagi so'zlarni pastdagi kataklarning ichiga yozib chiqishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi birinchi munbob, ya'ni grammatikamiz yogi. Bu yer yeyo, ya'ni nounni bilamiz ot. Ya'ni xo'p, bu qanaqa shablon deydigan bo'lsak, bu joylarni gapirayotgan paytimizda ishlatiladigan shablondir. Ya'ni bu yer degani yogi, ya'ni qayernidir gapirasiz. Misol uchun yoningizda maktab turibdi, bu yer maktab deyish uchun aytamiz yogiga hakkyo nounni o'rniga hakkoni yozdik va undan keyin yeyoni qo'shamiz. Bilamiz qachon qachon yeyoligini. Agar undosh bilan tugasa iyeyo, undosh, agar unli bilan tugasa yeyo. Nima desak, mana bu so'zlarimiz. So'zlayotgan so'zimiz undosh bilan tugasa iyeyo, unli bilan tugasa yeyo. Endi bu hakkyo. Xo'p, yo unli bilan tugaganligi uchun hakkyo yeyo bo'ladi. Mana shu holatda bo'ldi. Yogiga hakkyo yeyo. Bu yer maktab. Xo'p, xohlagan joyingizda aytaverasiz. Misol uchun Sartaroshxona. Yogiga Myeongshil undosh bilan tugayapti. Shuning uchun yo. Yogiga Myeongshil yeyo. Ya'ni bu yer Sartaroshxona holatida bemalol gap tuzaveramiz. Xo'p, endi masofaga qarab uzoqlashsachi. Misol bu yerda emas, o nariroqda yoki o ana bu yerda deyish uchun boshqacha ishlatamiz, boshqacha so'zlarni ishlatamiz. Bu nima desak, misol uchun qarang, birinchisi yogi bu yer bo'ldi, ya'ni yoningizda turgan joy haqida gapirganingizda. Sal uzoqlashsak kogi bo'ladi. Bu u yer degani. Endi yana ham uzoqlashsak chogi, bu anavi yer degani. Ya'ni uzoqlashyapti masofa. Mana shu holatda masofalarga qarab turib, joyimizning masofasiga qarab turib, so'zlarimiz ham o'zgaradi ekan. Misol, o anavi yer bank deydigan bo'lsak, yozamiz. Chogiga bank nima degani? Heng. Yo. Bo'ldi. Gapimiz yakunlandi. Chogiga yo. O anavi yer bank. Endi buni savol qiladigan bo'lsak, chogiga yo. Yoni ko'taramiz, bo'ldi. O anavi yer bankmi bo'ladi. Ya'ni joylar haqida gapirganmiz. Faqatgina joylar haqida. Narsa, odam haqida emas, faqatgina joylar haqida gapirganda yogi, kogi, chogi so'zlarni ishlatamiz ekan. Xo'p, misol E'ni o'qiymiz. Yogiga insadon yeyo. Bu yer insadonmi? Yogiga insadon yeyo. Ha, bu yer insadon. Xo'p, ushbu shablonga qarab, ushbu strukturaga qarab albatta o'zlaring ham gap tuzishlaringni so'rab qolaman. Xo'p, ikkinchi munbob, ikkinchi grammatikamiz bo'lsa, noun otlarga qo'shiladi ekan. Issoyo, opsoyo. Degani bu yerda da degan. Ya'ni bu yerda bor, bu yerda yo'q deganda xuddi shu grammatikani ishlatamiz ekan. Misol aytamiz-ku, maktab bu yerda yoki ruchkan bu yerda. Ruchkan bu yerda yo'q. Ruchkan shu yerda bor. Va hokazo. O'shalar haqida gapirganimizda ni ishlatamiz ekan. Qanaqa kelishi deydigan bo'lsak, bu o'rin payt kelishiga bilamiz. O'rin payt kelishiga. Buni eslab qolamiz. Xo'p, misol uchun kabang ane nima degani? Ichi degani. Kabang sumka. Kabang ane polpeni issoyo. Ya'ni sumkamning ichida ruchka bor. Yoki bo'lmasa. Hop. Kabangi odiye issoyo.
savol berdik. Xo'p, sumka qayerda? Qayerda deydigan bo'lsak, chip ane 있어요. Uyning ichida. Ya'ni uyda degan ma'noda. Yoki bo'lmasa Hyung'un 집에 없어요. Akam uyda yo'q. Mana ni da deb tarjima qilyapmiz. 없어요 yo'q, 있어요 bor. Xo'p, 동생은 집에 있어요. Ukam uyda bor. Ya'ni ukam uyda degan ma'noda. Aytamiz-ku, 동생은 어디에 있어요? Ukangiz qayerda deydigan bo'lsak, savolni qaranglar. 동생은 어디에 있어요? Savol berdik. Javobda 동생은 집에 있어요. Hop, ukam uyda. Uyda bor deganda ushbu grammatikani ishlatamiz ekan. Ya'ni biron bir narsa, biron bir joy, kimdir yoki shaxs ahamiyati yo'q. Hammasiga ketaveradi. O'sha narsa qayerdadir bor deydigan bo'lsak, o'sha joyda 있어요 bor. O'sha joyda yo'q deydigan bo'lsak, 없어요 yo'q degani. Juda ham oddiy grammatikalardan biri bo'ladi. Xo'p, misol uchun AB'ni o'qiymiz. Xo'p, Seoul Tower'ga 어디에 있어요? Seoul minorasi qayerda bor? Namsan에 있어요. Namsan bilamiz, Namsan tog'ini. O'sha joyda bor deyapti. Xo'p, 중국 대사관이 어디에 있어요? 중국 elchixonasi qayerda bor? 명동에 있어요. 명동에 있어요. 명동da bor. Ya'ni 명동da. 스티븐이 교실에 있어요. 스티븐 sinfxonadami? Sinfxonada bormi? 아니요, 교실에 없어요. yo'q, sinfxonada emas, sinfxonada yo'q. 여기는 남산이에요. 무열 남산, 남산 tog'i. 남산에는 서울 타워가 있어요. ya'ni xo'p, 남산, nam tog'ida Seoul minorasi bor. Holatda ishlatamiz ekan. Menimcha tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Juda ham sodda grammatikalardan biri hisoblanadi. Xo'p, buni yana ham mustahkamroq o'rganish albatta bir nechta gap tuzishlaringni so'rab qolaman. Xo'p, mana yonsibda shundan tuzilgan bo'ladi. 지금 어디에 있어요? Hozir qayerdasiz? Holdonji A, B를 보고 이야기해 보세요. ya'ni A, Bni ko'rib deyapti, suhbatlashing. Xo'p, misol uchun Yujin 씨가 어디에 있어요? Yujin qayerda? 학교에 있어요. Maktabda. Haqiqatan maktabdami? Mana haqiqatan Yujin maktabda ekan. Mana shu holatda shaxs, narsa, joy farqi yo'q. Xuddi shulardan, ushbu so'zlardan foydalanib turib, ushbu grammatikaga moslab turib gap tuzib qo'ysalaring anchagina mustahkam bo'lib qoladi. Nafaqat gap tuzish, buni hop gapirib, maragi, og'zaki ham gapirib mashq qilsalaring juda ham katta foydasi bo'ladi. Xo'p, maragi il, birinchi maragimiz o'qiymiz va tarjima qilib qo'yamiz. Xo'p, bu hop shu 114-betda kayo vayo. Bu yerda endi ga bo'ladi. Ga ketyapman, ga kelyapman degani. Bilamiz, mana qo'shimchasi ikkita holatda keladi. Tepada o'tdik, o'rin payt kelishiga da bo'lib keldi. Ikkinchi holati jo'nalish kelishiga bo'lib keladi. Hozir bu ga deb tarjima qilinadi. Ga. Yana siz aytasiz-ku, qayergadir bormoq, qayergadir kelyapman. Qayergadir borasanmi? Qayergadir kelasanmi? Misol, maktabga borasanmi? Uyga kelasanmi? Xo'p, do'konga borasanmi? Yoki bo'lmasa uyga kelasanmi? Va hokazo. Shu haqida gapirganimizda kayo vayo yoki bozorga boraman. Misol uchun ketda yozamiz. 오늘 시장에 가요. Bugun bozorga boraman. 친구는 우리 집에 와요. O'rtog'im bizning uyimizga kelyapti. Yoki bo'lmasa 내일 hop 학교에 안 가요. An degan grammatikani ham o'tdik yuqorida. Ertaga maktabga bormayman. Ga bormayman. Mana ketdi. Chibe vayo uyga kelyapti. Shijangga kayo bozorga boryapti. Hop, ana bu kayo vayoni tarjimasi nima desak? Hozirgi zamon. Hozirgi oddiy zamon, hozirgi davomli zamon. Birinchisi va ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa, yaqin kelajakda ham ishlasak bo'laveradi. Ya'ni yaqin kelajak nima degani? Ertaga nimadir qilishi. Shu yaqin kelajak bo'ladi. Ertaga boraman, ertaga kelaman. 10 yildan keyin boraman yoki 20 yildan keyin qilaman. Ular haqida gapirganda emas, yaqin kelajak haqida gapirganda ham ayo oyoni ishlataveramiz. Tarjimasi shu.
Yapman, yapti. Men bo'lsa ketyapman, ukam bo'lsa ketyapti. Yoki kimdir bo'lsa boradi. Uchinchi shaxs bo'lsa keladi va hokazo. Kada o'sha bormoq bo'ladi, boryapti. Vaya bo'lsa kelmoq, kelyapti. Endi shaxslarga qarab turib o'zgaradi. Men bo'lsa boryapman, u bo'lsa kelyapti, u bo'lsa boryapti va hokazo. Xo'p, ABni o'qiydigan bo'lsak, Odiye kayo, qayerga ketyapsiz bo'lsa, Uchiguga kayo. Uchigu, pochtaga ketyapman. Akiraning 회사에 kayo, Akira firmaga ketyapti. Steven'ning o'nil Hakkyo'e 안 와요. Steven bugun maktabga kelmaydi. Yaqin kelajak. Mana bu ni albatta adashtirib qo'ymanglar. Hamga, hamda deb tarjima qilinadi ekan. Endi hop gapda keladigan bo'lsa, o'sha gapga qarab turib, qaysi holatda qo'llanilyapti. O'sha holatda hop to'g'rilab turib tarjima qilib olsak bo'ladi. O'zimiz tuzayotgan paytimizda o'sha bunda o'ylab turib, ikkita holatda qo'llaniladi. Birinchisida o'rin payti kelishiga, ikkinchisiga jo'nalish kelishiga deb turib, o'zimiz o'shani bilib turib, so'zlarni tuzishimiz kerak bo'ladi. Albatta buning uchun yodlash kerak. Xo'p. Keyin grammatikamiz. Bu endi grammatika va shunchaki so'zlar. Grammatika qilib bergan ekan. Bular nima desak, up oddiy so'z bo'lib ham chiqdi. Up oldi, ti orqasi, yo'q yoni, bu ketaveradi yana. Bir nechta bor. Misol an ichi, hop. Yoki bo'lmasa majjanpyon ro'parasi, hop, say bo'ladi. Orasi va hokazo. Bir nechta bor bular. Bularni yodlab qo'yamiz. Shular haqida gapirganda ishlatamiz ekan. Oddiy so'zlar bilan, misol uchun, nimaning birni oldida nimadir bor. Shu holat haqida gapirganda. Misol uchun ketdi. Mening orqamda ukam bor deydigan bo'lsak, che tviye 동생이 있어요. mening orqamda ukam bor. Hakyo yoppe maktabning oldida, yonida, yoppe yonida uchegu 없어요. maktabning yonida uchegu pochta yo'q. Ana shu holatda xolos. Unaqa qiyin grammatika emas. Bu o'zi grammatika emas, bu oddiygina so'z. So'zlarni yodlab qo'ysalaring bo'ldi. Xo'p, ABni o'qiydigan bo'lsak, uchegugi odiye 있어요. Uchegu, ya'ni pochta qayerda desak, ining 앞에 있어요. Bankning oldida, oldi degan. Pastdagi misol, 약국이 어디에 있어요? apteka qayerda? 약국은 병원 뒤에 있어요. 뒤에 있어요. ya'ni apteka kasalxonaning orqasida. Steven이 어디에 있어요? Steven qayerda? Steven은 Akira 옆에 있어요. Steven Akiraning 옆에, yonida bor, ya'ni yonida deyapti. Mana shu holatda ishlatamiz ekan. Xo'p, yonsitib bajaramiz. Ya'ni bu qanday? Krim을 보고가 같이 이야기해 보세요. rasmni ko'rib, namunadagidek gaplashib ko'ring deyapti. Ya'ni qaysi joyning qayerida? Shu haqida gapiramiz. Misol, Pyongyang kasalxona, Yakuk aptekaning qayerda? Oldida. Bo'l, tuzamiz. Kasalxona aptekaning oldida joylashgan deymiz, misol uchun qaranglar. Pyongyangning Yakuk 앞에 있어요. Kasalxona Yakuk aptekaning oldida. Xuddi shu holatda qolganlarni ham tuzlab qo'yamiz. Yozib chiqamiz. Pochta bankning qayerida? Yoki bo'lmasa Kikchan kinoteatr bog'ning qayerida va hokazo. Shu holatda yozib qo'yamiz. Xo'p, maragi 2. Buni albatta o'qib turib tarjima qilib qo'yamiz. Titkimiz kelib chiqadi. Buni titkilarni albatta bajarib qo'yamiz. Mana bu yerda 118-betda ikkinchi titki bor. Bularni ham bajaramiz. Xo'p, yana bir eslatib o'taman. Titkilar har doim ushbu mavzuga oid bo'lgan mavzuda bo'ladi titkilar. Ya'ni ushbu mavzumizda chiqqan so'zlar, ushbu mavzumizda chiqqan grammatikalar, ushbu mavzumizda chiqqan mazmuni bir xil shu
mavzular va hokazo. Shu mavzuga oid bo'lgan titki eshitilinadi. Shuning uchun albatta birinchi so'z yodlasak, titkini eshitib tushunish muammo bo'lmaydi. Mana bu yerda ilgi bor. Ilgini ham albatta o'qib turib tarjima qilib qo'yamiz. Nega? Chunki sigi, undan keyin biz yozadigan sigimiz xuddi shu titki bilan, ilgi bilan bir xil bo'ladi. Endi bu yerda aytyaptiki, "여러분의 집이나 학교 소개하는 글을 쓰세요." 집이나 학교가 어디에 있는지, 거기에 뭐가 있는지 쓰세요. Ya'ni sizning uyingiz yoki maktabingizni tanishtiradigan matn yozing deyapti. Siz maktab yoki uyingiz yoki hop ishxonangiz va hokazo qayerda haqida tanishtirasiz va o'sha joyingiz qayerda joylashgan va u yerda nimalar bor. Shular haqida qisqacha matn yozib qo'yasiz. Bir shart emas. Va oxirida 124-bet chaki pyonga. Chaki pyongani albatta bajarib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Nega? Bu o'sha butun bir mavzuni tushunganligimizni yoki tushunmaganligimizni aniqlashtirish uchun kichkinagina test xolos. Shuning uchun buni albatta bajarib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, Sovuti Hangugo 1A kitobining 4-mavzusi ham tushunarli bo'lgan umiddaman. Tushunmagan joylaring bo'lsa, qayerdadir savol tug'iladigan bo'lsa, video ko'rish jarayonida albatta kommentga yozib qoldirsalaring bo'ladi. O'zim ko'rib, batafsil yana tushuntirishga harakat qilaman. Xo'p, bugungi mavzumiz shu yergacha edi. Astoydil o'qish esdan chiqmasin. Xudo xohlasa, ishlaringga omad.